Yaxshi ham xotini mahriga gelik emas, uy so'ragan ekan. Bo'lmasa hozir gelikda yashayotgan bo'lardi. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugun hech kimga yetmagan sirimni sizlarga aytaman. O'zi mahrga so'raganini berish kerakmi yoki qurib yetganini qilish kerakmi? Davay shuni kommentariyada hal qilamiz. Oilada farzand ko'pligi yaxshi-da. Mendan keyin ikkita ukam bor. Bugun ukalarim rosa ishlataman. Maqtanishmasu mehribon akaman. Qarab turmay ularga ham yordam berdim. Ha, aytgancha sizlarni uyga taklif qilaman. Xush kelibsizlar mehmonlar. Bu meni yangi uyim. Qalay chiqibdi? Yoqdimi? Tabriklasanglar bo'ladi. Stop. Bu gap siqashib ketgan-u. Undan ko'ra dildagi gapinglarni kommentariyga yozib ketsanglar mazza qilib o'qib o'tiraman. Xullas, uxlab yotgan fantaziyalarimni uyg'otib, bu uyning dizaynini o'zim qildim. Yoqqan bo'lsa yurakchan qizartirib ketdi. Uyimizni chiroyiga chiroy qo'shib turgan kartinkalarni ham ilib oldim. Xursandligimizdan abet o'tganini ham bilmay qoldik. Ukalarimga master klassda o'rgatadigan ovqatlarimni qilib berardim, lekin uyimda tuxum qo'rishga skоворodkam ham yo'qdi. Bunaqa paytda nima qilish kerak? O'zimizning milliy brend, tez, ishonchli va hamyonbop Gumbo xonimga murojaat qilamiz. Aytgancha, Gumbo xonimning yangi filiali Solnishnidan ochilibdi. Viloyatga ketayotganinglarda ikkita gumba yeb ketadigan joy bo'libdi-da. Gumbo xonim olib keldim sizlarga. Abet keldingiz, siringiz. Gumbo xonimni tiqib tashlaymiz hozir. Bolalarga master klass ko'rsataman xonim ish bo'yicha. Bismillah. Tanishinglar, bu o'g'lim Muhammad Umar. Gumbo xonim shirinligidan oshqozoniga bir pas top kirib tashladi. Baraka topinglar. Mana shu joy zo'r bo'ldi-da. Gumbo xonimni ham mazza qilib oldik. Agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Sababi yangi uyimda dilimga tugib qo'ygan retseptlarni sizlar bilan bo'lishaman. Ahilchiligimizga ko'z tegmasin. Ishlarni ham ukalarim bilan bir pasda bitirib tashladim. Videoni oxirida sizlarga ikki og'iz gapim bor. Bu kunlarni men qachonlardir niyat qilib qo'yganman. Allohga oson. Mana sekin-sekin niyatlarimga erishaman. Bu videoni hammaga emas, o'zingizga yaqin jigarlaringizni tashlab qo'ying. Ularga bundan ham zo'rlari nasib qilsin. Yaxshilikda ko'rishguncha.